Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga aloqador muhim voqealardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Xitoy Beijingda Yaponga qarshi urush g'alabasining 70 yilligini tabriklashga tayyorlik qilayotganda Yakan soqchixonasining hujumga uchraganligi ilgari surilmoqda. Vaqa to'g'risidagi cheklik uchurlar boshda Xitoycha va Yaponcha xabar vositalarida oshkorlangan. Bu haqda telefon ziyoratimizga javob bergan Yakan Yangi O'stan soqchixonasining bir xodimi vaqaning hujum qilish vaqasi ekanligi. Yakan noyillik soqchixonaning hujumga uchraganligi, soqchilarning navbatda urush holatida turayotganligini oshkorladi. Halbuki boshqa soqchixonadagi bir qism soqchilar vaqadan butunlay xabarsizlikni aytsa, ba'zilari vaqani oshkorlamaslik haqida yuqoridan uqtirish borligini, shunga bu haqda ma'lumot berishga bo'lmaydiganligini aytdi. Vaqaning tafsiloti haqida to'liq uchur elishga muvofiq bo'lolmagan bo'lsaqmi, telefonimizni qabul qilgan soqchi xodimlarining jiddiy va aloqsali kayfiyati harbiy parad arifsida Yakanda vaqa chiqqanligini va vaqa haqidagi uchurlarning qattiq kontrol qilinayotganligini oshkorlamoqda. O'tgan yil 28-iyul Yakanning Ilishqo'y yezisida qonliq vaqa yuz bergan. Xitoy axborotlari atalmish to'polonchilardan 60 ga yaqin odamning etib tashlanganligini xabar qilgan bo'lsa-mu, lekin Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqada oz deganda 2000 Uyg'urning o'ldirilganligi va izdireksiz yo'qolib ketganligini bildirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadri xonim Xitoy raisi Shi Jinpingning harbiy parad qilgan tinchlik bayonlariga raddiya berdi. Xitoy raisi Yaponga qarshi urushning 70 yilligi uchun 3-sentabr Beijingda o'tkazgan harbiy paradning ochilish nutqida Jungo taraqqiy qilib qandoq nuqtaga kelsin, u mangu zo'ravonlik qilmaydi. Mangu kengaymichilik qilmaydi. Mangu u o'zi burun uchirgan fojialik taqdirni boshqalarga tangmaydi degan. Bu haqda to'xtalgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Rabiya Qadri xonim butun dunyo tinchlikni ta'kidlayotganda o'tkazilgan bunday harbiy parad dunyoga berilgan qo'rqinchli signal dedi. U yana Xitoy hukumatı oldi bilan o'zining Uyg'urlarga, Tibetlarga, jumladan Xitoy xalqiga qilgan atkanlardan savoq ilishi, ularga qaratgan bostirish va qirg'inchilik harakatlarini to'xtatish kerak deb ko'rsatdi. Uyg'ur avtonom rayonida bo'libmi Janubiy Uyg'ur elida tig'liq asboblarga qartilgan cheklamalarning hali ham davom qilayotganligi ma'lum bo'ldi. Qashqar shaharlik Janubiy ozodlik yo'li soqchixonasi 26 avgust ma'lum bir kishiga tasdiqlab bergan qang'roq setib olish ijozatnomasi bu nuqtani dalillamoqda. Mazkur ijozatnoma setib olishga ijozat berilgan tig'liq asbobning turi, soni, suriki va mal setib olish o'rni qatorliqlar aniq eskartilgan. Yaqinqi bir qancha yillardan buyon Uyg'ur elidagi pichoq turidagi tig'liq asboblarning Xitoy ma'murlari, amallik xodimlari, jumladan Xitoy ko'chmanlarini qattiq tashvishga solayotganligi xabar qilingan. O'tgan yili Xotanning Keriyan oilasi Shanba bozor yezisida Uyg'ur dehqon Mamtimin Mattoqtini urib, meyib qilib qo'ygan Xitoy sekretar Lörong uda 2 qatim o'stirilgan. O'tgan yili uning shu voqeadan keyin Keriyan oilik birlikcha bo'limining boshliqligiga o'stirilganligini xabar qilgan edik. Ma'lum bo'lishicha, Lörongning bu yil yana o'stirilib Xotan viloyatlik birlikcha bo'limining boshliqligiga tayinlanganligi ma'lum bo'ldi. Halbuki ziyonkashlik uchrab turibmi 2 yil qamoqda yetib chiqqan Mamtimin Mattoqti navbatda plandan sir tug'ilgan farzandi uchun jarimani to'lamoqda ekan. Ziyonkashlik uchirgan oiladagilarmi yuqorqilarni dalilladi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tayland ayirlarini ochiq-oshkor bo'lishga, portlashga oid dalillarni to'liq e'lon qilishga chaqirdi. Tayland hukumati Kamboja chegarasida qo'lga olingan Mirali Yusuf ismli gumondorning barmoq izi bayqalgan bomba materiallaridagi barmoq izi bilan o'xshash ekanligini e'lon qilgan. Lekin Dunyo Uyg'ur qurultiyi gumondorga aloqador nurg'un ziddiyatli nuqtalarning borligini bildirib, Tayland ayirlarini ochiq-oshkor bo'lishga, portlashga oid barliq dalillarni to'liq e'lon qilishga, voqea haqida mujmal uchurlarni e'lon qilib, axborotda har xil farazlarning yamrab ketishiga yo'l ochmaslikka chaqirdi. Bu yil 17-iyul Bangkok Iravan ibodatxonasi bomba hujumiga uchrab ko'pincha Xitoy fuqarolarini o'z ichiga olgan 22 odam o'lgan. Doirlar hozirgi kungacha voqeaga aloqador ilgari surilgan 2 gumondorni qo'lga olganligi, bularning turk fuqarosi yoki Uyg'ur bo'lish ehtimolligini chetga qoqmaydiganligini bildirgan edi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh.